Serdarla. Birinchi bob. Yoshua olamdan o'tgandan keyin İsraillar Parvardigordan Kanon zaminidagi qavmlar bilan jang qilg'ili bizdan qaysi qabila avval chiqsin deb so'radi. Parvardigor javoban Yahuda qabilasi chiqsin. Bu zaminni ularga ata qilaman dedi. Shuning bilan Yahuda qabilasidagilar o'z qarindoshlari bo'lgan Shimon qabilasiga bizga taqsim qilinadigan zaminga berib, Kanonliklar bilan jang qilish uchun biz bilan birga beringlar. Keyin sizlarga taqsim qilinadigan zaminga berib, sizlarga yordam berayli dedi. Shunda qilib Shimon qabilasi bilan Yahuda qabilasi birlashib jang qildi. Parvardigor Kanonlar bilan farizlarni ularning qo'liga tushirib berdi. Ular Bazaq shahrida 10 ming odamni o'ltirib etdi. Ular u yerda podshoh Adoni Bazaq va uning lashkarlari bilan uchrashib, ular bilan jang qilib, Kanonlar bilan farizlarni mag'lub qildi. Adoni Bazaq qochganda, ular uni qo'g'lab tutib olib, put-qo'llarining bosh barmoqlarini kesib etdi. Adoni Bazaq men ilgari 70 podshohning put-qo'llarining bosh barmoqlarini kesib etgan edim. Ular mening dasturxonimdan oshgan tomoqlarni terib yeydi. Endi Xudo qilganlarimni o'zimga yondirdi dedi. U Yerusalimga elib berilgandan keyin o'ldi. Yahuda qabilasi Yerusalimga hujum qilib, u shaharni ishg'ol qildi va aholisini qirg'in qilib, shaharga o't qo'yib etdi. Kaynidilla ular tog'liq rayonda, janubiy cho'llikda g'arbiy Idirliq va Hebron, ya'ni ilgari Qiryat Arba shahri deb atalgan shaharda yashaydigan Kanonliklar bilan jang qilib, Shishay, Ahiman va Talmay qatorliq sarkarlarni mag'lub qildi. Yahuda qabilasi u yerdan o'tib, Gibir, ya'ni ilgari Qirat Sifar deb atalgan shahriga hujum qildi. Yahuda qabilasining boshlig'i Kalib Qirat Sifar shahrini kim olsa, qizim Aqsoqni shuningga beraman dedi. U shaharni Kalibning inisi Qinazarning o'g'li Atniyel oldi. Kalib qizi Aqsoqni uningga berdi. Bir kuni Aqsoq otsini yana bir parcha yer berishga ma'qul keltirish uchun uning oldiga bordi. Aqsoq eshakdan tushishi bilanla otsi uningdan "Nimaga kelding?" deb so'rdi. Aqsoq "Men faqat bir narsa talab qilib keldim. Ata, menga buluqi bor yerlardan bersingiz. Chunki menga bergan yerlaringizning hammasi janubiy cho'llikdagi yerlar ekan" dedi. Shuning bilan Kalib yuqori ve tövendeki bulaqlarını onunğa berdi. Musa peygamberinin qiynatisinin avlodlari bo'lgan Qinla, Xormizarlıq şəhər Irixadiki, Yahuda qabilasidagilar bilan birga Arad shahrining janubidagi Yahuda cho'liga berib, u yerda o'ltiraqlashib qoldi. Yahuda qabilasi o'z qarindoshlari bo'lgan Shimon qabilasi bilan birga Zifot shahriga berib, u yerda yashaydigan Kinonliklarni mag'lub qildi va u shaharni tel-töküz vayron qildi. U joyga Xurmoq deb ism qo'ydi. Yahuda qabilasi yana Gaza, Ashkelon, Akron qatorliq shaharlarni va bu shaharlarning atrofidagi zaminlarni ishg'ol qildi. Parvardigor Yahuda qabilasiga yordam qilganligi uchun ular tog'liq rayonlarni ishg'ol qila oldi. Lekin tuzlanglikda yashaydiganlarning to'mir bilan mustahkamlangan jang harvulari bo'lg'ashqa, Yahuda qabilasi ularni qo'g'lab chiqarishga amalsiz qoldi. Musa payg'ambarning ilgari topilgan so'zlari bo'yicha Hebron shahri Kalibga berildi. Kalib ana qavmidan bo'lgan 3 sarkandini u shahardan qo'g'lab chiqarib etdi. Lekin Benyamin qabilasi Yerusalim shahridagi Yebuslarni qo'g'lab chiqamadi. Şuna Yebuslar u yerda hozirgacha Benyamin qabilasi bilan birga yashab kelmoqda. Yusufning avlodlari Baytal shahriga hujum qildi. Bu chaqda bu shaharning ismi Luz idi.
Parvardigor ularga yor bo'lgan edi. Ular shaharga ayg'oqchi avatdi. Ayg'oqchilar shahardan chiqayotgan bir kishini to'sib, uningga shaharga qandoq kirishni depasang, sana ziyon zahmat yetkazmaymiz dedi. U kishi ularga yo'lni ko'rsatib berdi. Shuning bilan Efraim va Manasse qabilalari shahardagi butun aholilarni qirib tashlab, faqat hilqi odam bilan uning oilasidagilarni hayot qoldirdi. Keyin u kishi Hitlarning yurtiga berib, u yerda bir shahar bino qilib, u shaharga Luz deb ism qo'ydi. U shahar hozirgacha shu nom bilan otilib kelmoqda. Manasse qabilasi Beytshan, Tanak, Dor, İbliam, Megiddo va bu shaharlarning atrofidagi yezlarda yashaydigan kanonliklarni qo'g'lab chiqamidi. Chunki kanonliklar u yerda turishda ching turib olgan edi. İsraillar kuchaygan vaqtida kanonliklarni o'zlariga quldek ishlashga majbur qildi. Lekin ularni bu shaharlardan butunlay qo'g'lab chiqarib etmedi. Efraim qabilasi Gezer shahrida turadigan kanonliklarni qo'g'lab chiqamidi. Shunga kanonliklar davomliq ular bilan birga yashadi. Zabulun qabilasi Kitron va Nahalat shaharlarida turadigan aholilarni qo'g'lab chiqamidi. Shunga kanonliklar u yerda davomliq turib qoldi. Lekin ular Zabulun qabilasi tarafidan quldek ishlashga majbur qilindi. Asher qabilasi Akko, Sidon, Axlab, Akzib, Xalbah, Afiq va Rehob shaharlaridagi aholilarni qo'g'lab chiqamidi. Ular shu yerlik kanonliklar bilan birga yashadi. Naftali qabilasi Bet Shemesh va Bet Anat shaharlaridagi aholilarni qo'g'lab chiqamidi. Ular shu yerlik kanonliklar bilan birga yashadi, lekin ularni qul qildi. Dan qabilasi Amurlar tarafidan tog'liq rayonlarga haydab etilib, tuzangliklarga keltirilmedi. Amurlar Ayalon, Sha'albim shaharlarida va Xaras tog'liq rayonida turishda ching turib olgan edi. Lekin Efraim va Manasse qabilalari kuchayib, ularni quldek ishlashga majbur qildi. Amurlarning chegarasi Chayon dovonidan boshlanib, Sala degan yerdan yuqoriga qarab so'zilgan edi.